Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңла Повсет қанлық қырғақ. Авторы Абдулла Сауд. Bu əsər Tarım jurnalının 1985 yıllık 6. sanından elendi. Bovayның vəsiyyəti. Kiçik və tar pəncərənin buçuqlarından şunğub kirgan ay şolisi islişib qarayıb ketgan kamerning timini g'uva yo'rtib turardi. Kamer ichidagi tinjiq, badbo'y turaq daslidan nafas ilishmo intayin qiyin edi. Pit bilan burgimo kishiga aram bermaydi. Ишikning udulidagi tam tuvida yotgan bovay badanlarini to'xtamay qashlab turib, yangi hamrohiga o'z kechmishlarini so'zlab beryotdi. Shu kuni bozor kasat ekan. Qo'za tushgan tushkicha xaridor kutib turdi. Bir odammo o'tin nech pul deb so'ramadi. Qo'saq och. Havo bo'lsa barg'an siri qizib ketyotdi. Bir chaqda ko'chaning beshida qiyachiya ko'tarilib, xalqlar qechishga boshladi. Nima vaqa bo'lganligini qolmay udul kelgan tarafga harvin tartib, osmondan tushgandek yenimizda ikki cherik paydo bo'ldi. "Mang tart tarvini", dedi birisi oldimizga devaylab kelib. "Xo'jam, rahim qilsizlar. O'g'lim bilan ikkimiz chiriklarga yelindik. Biz sahrodan keldik. Bizga uvol qilmisizlar. Tart degandikin tart", dedi chiriklar alfozni buzib. "Naga?" O'g'lim bir qadam siljib oldiga chiqdi. "Naga bo'ladi, saysiga." Çiriklerinin yaşarağı miltiginin paynigi bilen oğlumның gelgiga birini urdi. "Bu anağını, arvağını tart, seyitigi işleysen." Oğlum qo'lidagi ağamçın taşlab çirikке itildi. Men beshimizga cho'ngroq bala qazanın kelib qo'shdan ansirab, atraf qardim. Bu ishga aralashib bizni qutqizib olgan odam yo'q edi. Çirikler bulab talgan narsalarni ko'tirishib, tutilgan odamlarni oldiga silib ketishyotdi. Men çirikler bilen pomdaqlashib ilishayotgan o'g'limni qutqizib kirishdim. Bo'lmadi. O'g'lim bir çirikni ostiga besib, maytisiga niqtab turib, mush bilan bir nechin soldi. Yana bir chirik og'zidagi qonni surtib o'tib, o'g'limning ustiga yopirildi. "Bo'ldi", dedim men vaqirib. "O'zimizga o'zimiz balo qazo tepib olmayli. Qo'p ketimiz." Men o'g'limning qo'ldan tortib atdim. Qarz qilib tekkan qamcha zarbidan daldugunib yiqildim. Üstü bishimga tarastab qamcha tegiverdi. O'rnimdan turolmadim. Hushimga kelsam mushu kamerda yetibman. Mana aradan bir yil o'tib ketdi. O'g'limning nerdaligini bilmayman. Bu yil u 23 yoshga to'ldi. U xuddi sendek baxtlik, kuchlik yigit bo'lgan edi. Har joyda bo'lsa, Xudo uni salomat qilsin. Buvay so'zdan to'xtadi. Uning nafsi qislatdi. Pushildab uyan-buyan o'rlatdi. Badanlarini qashlaganda kart qilib chiqqan ovoz kamer ichidagi jimjitlikni buzib turardi. Buvay xiligacha injiqlab to'lg'inib yana jim bo'lib qoldi. Bir kamda bilinar bilinmas so'z xurak ovozi anglandi. Anjanboy buvayning uyquga ketganligini bilib, turma hovlisidan anglayotgan tomuzga, cheketkalarning chirildigan ovoziga quloq solishga boshladi. Uning uyqusi qochdi. Xo'roz tunji qitim chillaganda Anjanboy chigish xiyollardan uyg'onib pencerege qaradi. Pencereden şoňgup kirgen ak yoruqluq taң etibotganligidan belge berdi. Buvay bürgelerinin çeqişidanmı yoki xorazning chilishidanmı aytavur uyqudan uyg'onib ketdi va beshini ko'tarib texcha tamga yo'linib o'ltirgan hamrohiga qaradi. "Uxlamadingmi o'g'lim?" "Uyqum kelmadi", dedi Anjanboy buvayga qarab. "Bu yerda pit bürgega yam bo'lib ketadigan o'xshaymiz tag'a." Buvay javob bermay Anjanboyning qishiga yaqin surildi. Tang shapig'i tushib turgan pencerege uzoq tikilgandan keyin Anjanboyga dedi: "Ta'mimcha, jigiring bor yigit o'xshaysan. Bir kech kunduzdan buyon hech nim yemeding, yo uxlamading. To'mirdek jining bor ekan." Buvay so'zlab o'tib, Anjanboyning do'lsiga qo'lini qo'ydi. "O'zing to'g'riliq bir nima deb bermiding-ku? Degichiligi yo'q tag'a. Mendan yo'chirma. Birer sebep olmasa bu dozaqqa kirib qalamsan, degina kimning o'g'lisan? Yurting nerede?" Anjanboy sukutga cho'mib uzoq o'ylandi. O'ychan ko'zlarini bir nuqtaga tikib, buvayga aytmoqchi bo'lgan so'zlarini ko'z o'ngidan o'tkazishga boshladi. Opal beglarining zulmiy dastidan o'z yurtida yashashga amalsiz qolgan Baqiboy bilan To'xta oyim yurtdan chiqib ketdi. Ular cho'llarni kezib, tog' davonlarni eshib ming bir mushaqqatda Anjanga bordi. Jumaboy yo'l ustida tug'ilgan edi.
2 yil o'tganda To'xta ayım yana bir o'g'il tug'di. Baqibay musofirchilik turmushining xotirasi uchun bu o'g'ilga Anjanboy deb ism qo'ydi. Yillar o'tdi. Yurt muhabbati, urug' tuqqan qavm qarindoshlarining mehri ularni o'z yurtiga qaytib kelishga undaydi. 1922-yili ular oxiri yurtiga qarab safar qildi. Baqibay bir tugining ikki tarafiga yog'och kajuva bekitib, kajuva ichiga Jumaboy bilan Anjanboyni o'ltirg'izdi. To'xta ayım tuyoqlari inchga chaqqan Samarqand itiga mindi. Baqibay eshakka minib, eng oldida yo'l boshladi. Ular Sarala, Toshqo'rg'on orqali agir-bugri tog' oralini besib o'tib, Opalga qaytib keldi. Egiz qapoq teraklar soy tashlab turadigan Opal bozorining janub tarafidagi Qumbaq mahallasi ularning ana makoni edi. Jumaboy cho'ng bo'lib uy o'choqliq bo'ldi. Baslik egiz o'tgan Anjanboymi ko'z oldida o'z cho'ng bo'lgan chiroyli yizi qizi bilan to'y qildi. Baqiboyning 3-o'g'li Qodirxonmi cho'ng bo'lib qatarga ketildi. O'g'illar o'zaro inoq edi. Baqiboy oilasidagilar qo'noq umichi bilan teriq niniga shukr qilishib, namoratlikda kun ko'chirishdi. Ig'ir emgak, alvang yasoq, jabri zulm Baqiboyning bilini muchaytdi. Kunlar o'tib bahor keldi. Ujmalar pishib, Hazrati Mullamda sayla boshlandi. Sayilning eng qiziq tamoshasi chilishish edi. Bir necha qatimliq chilishlarda birinchilikni qo'ldan bermay kelayotgan Opal begining boyvachisi bu qatimmo bir ikki yigitni yonboshqa ilib yiqitgandan keyin haybat qilib to'p so'rib Saynani aylanishga boshladi. Shu chog'da Anjanboy to'p ichidan chiqib boyvachining oldiga qarab mandi. Boyvachcha mag'rur qiyofatda Anjanboyning belini tutdi. Lekin bir ikki navbat turtishgandan keyin raqibining anchilab bo'shan odamlardan emasligini his qildi. Butun maydondagi kishilar chilishishning qandoq natija beradiganligini kuzatib turishmoqda edi. Chilishish uzoq davom qilmadi. Anjanboy ko'ran boyvachchini bir kuchapla bosh ustiga oldi va bir necha qatim peqirtib yerga urdi. Cho'qon suran maqtashlar falakka ketdi. Chidamas boyvachcha Anjanboyga qarab tishlarini o'chirlatdi. Ko'zining paxtasini chiqarib gülaydi. Zanglik qilib kulishayotganlarga birma-bir qarab olgandan keyin talpaygan holda maydondan chiqib ketdi. Zanjir sharaqlab kamera eshigi ichildi. Gundibay ikki zag'irni Anjanboyning qo'liga tutqizib qo'yib chiqib ketdi. "So'zla o'g'lim", dedi bobay Anjanboyning qo'lidan qattiq nonni ilib. "Boyvachcha bizdan o'ch olmoqchi bo'lib, payt kutib turibdi ekan", dedi Anjanboy yutilib qo'yib. Kunlarning birida atigini aylim suvga chiqqan ekan. Etini sug'arg'ili kelgan yiliqi boyvachcha buloq beshida aylimga 2 tillarni tanglab turib, "Erimdan chiq, mening nikoyimga o't", debdi. "Sening oltin tillalaringdan erimning halollab xajlab beradigan mistachini men afzal", debdi aylim uning tillasini rad qilib. Talpiga yerga tushgan boyvachcha izodan yerilg'idek bo'lib aylimga qamchitabdi. Buloq tarafdan chiqqan dard faryodni anglagan kishilar yugurishib kelishibdi. Boyvachcha qo'yrug'ini qado qilmoqchi bo'lib turgan ekan. Dal shu ish ustiga men yetib keldim. Ahvolni o'qib g'azabimni bosolmadim. Xo'rliqdan butkul vujudim o't bo'lib yandi. Boyvachchini qandoq tutqanimni bilmayman. Uni otdan yo'lib ilib, buloq yinidagi sazliqqa biz nixtab layga patur etibman. Atrofda turgan kishilar sala qilishmagan bo'lsa shu yerdalar jon bergan bo'ladi. Atsi bag bir to'p yaloqchilarni agashtirib ho'ylimizga bostirib keldi. Menmo oldiga chiqdim. Ularmo qamchilarini o'yinib, kaltaklarini tanglab yiqilashdi. Keynimda dadam, akam Jumaboy, inim Qodirxon bor edi. Bag birla ishora qilibdi. Yaloqchilar bizga qarab etildi. Qas-qus, gach-ko'ch qilishib bir nechadan mush etishdi. G'alchilarning og'zi burni qonga bo'yaldi. Bag ishning ancha aplashmayotganligini sezib, g'alchilarni qaytarib ketdi. Bir oy o'tgandan keyin bag odam boshlab kelib meni tutib oldi. U chog'da akam, inim ikkilisi hashar haydab ketgan edi. Yana kamir ishiga ichilib, Anjanboyning hikoyasi uzilib qoldi. Gundibay qiya ichilgan ishdan beshini tiqib shamoldashga chiqish chorasi qildi. Anjanboy tahoratchiligini ko'tarib hovliga chiqdi. Chilakni bir chetga qo'yib, kerilib asnidi. Saf havoda nafas oldi. Turmining qilin, egiz, surlik tomlariga nafrat bilan qaradi. Qo'rg'on timining ustida
pələmpəy arqılıq çıxırğan güzətxanalar bar idi. Koça tərəfkə qarğan qara darvaza məhkəm taqalğan bulub, darvaza tüvədə qorallıq işki çirib aylanıb yürətdi. Anjanboy taharatçiligini kötürüb hajatxanaga berib keldi. Tağa, dedi u kamerga qaytib kirgandan keyin. Hajatxananing arqa tarafi näge tutuşgandı? Keçip qutluqly bolmasmı? Qaçqıly bolar oğlum. Amma bunun üçün başını qoltuq ilish kerak-da. Buvay bir haza jim bolup ketip yana so'zlashga boshladi. Oğlum, bu dozaqqa kirganlar tirik chiqmaydi. Sen aqlini ishq silib, bu yerdan bir amal qilib qutulib ket. Buvay nursiz ko'zlarini chimilditib Anjanboyga tikildi. Anjanboy qo'ng'ir chachli, kami yelkili, beshi yo'g'on yigit edi. Iznaqlari tarafga qarab egilgan sağırt burutlari uning qavul dastiga yarashib turadi. Bu ishqa siz yo'l ko'rsiting, dedi Anjanboy aradagi jimjitlikni buzib, bu go'rdan qutulib ketay. Buvay Anjanboyning chiroyiga tikilganicha so'zlashga kirishdi. Sana bir gapni dey oğlum. O'tgan yili bir yosh kishining hojatxona orqali qochganligini angladim. Sheriklar qo'g'lashdi. Necha kun izlashdi bo'lg'ay. Keyin jimib qoldi. Tutalmagan chig'i hojatxona ko'chiq tutishamdi. Ko'chiga tutasi kerak, lekin orliqda 3-4 qavat tam bor. Shu tamlardan otlab o'talisang qutulding degan so'z. Buvay yana jimib qoldi va atigan birligan qaranonni yalmab chaynab yutishga boshladi. Oxirida etigidagi uvoqlarni terib og'ziga silib so'zlashga boshladi. Bir oy bo'ldi. Atishliq bir kishini qamashdi. Anglashimcha uni Tavfiq apandi deb atishdi ekan. Anjanboy buvayning yangi hikoyasiga qiziqib quloq soldi. Maktab ochgan damdo, hukumatning amriga muxolif ish qilgan damdo, ish qilib uni qamab qo'yibdi. U kishi yotgan kamer bilan biz yotgan kamerni faqat bir uy ayirib turdi. Hozirgacha u kishini talog'i chiqarmadi. Anglashimcha u zot Anqara, İstanbul, Moskva degan shaharlarda o'qigan ekan. Buvay hasirab hömdab turib so'zlaydi. So'zlab chapinining yirtiqlarini aqtirdi va bir tugunchak latini oldi. Bu tavarruk qo'limga tushgili xili kunlar bo'lib qoldi. Ichikmo ko'rmadim. Bu ashu Tavfiq apandimning narsasi. Sen saqla. Men baribir o'lib ketaman. Senda qolgan tuzuk. Anjanboy buvayning qiri va kasalligiga qaramay, xotirasining toza ekanligiga hayron qoldi. Uning so'zlarini ko'ngil daftariga yozib oldi. Xili kunlar o'tdi. Buvayning holi borgan sari og'irlashyotdi. Bugun atigandan buyon hech nima yemadi. Nafsimi qiyinlashdi. Tushga yaqin qizmisi o'rlashga boshladi. O'g'lim, dedi buvay aran tinib, men bo'lolmaydigan o'xshayman. Mening ajal soatim yaqinlashdi. Sen iloj qilib bu do'zaxdan qutulib ket. Agar qutulib keta olsanglar, mening o'g'limni izlab boq. Balki bir kuni uning bilan uchrashib qolarsan. Uning ismi Nasriddin. Uchrashib qolsang, qo'lidan tutda o'zangamroq qilib ol. U sana asqatidi. Putunga put, qo'lingga qo'l bo'ladi. Esingdan chiqib ketmasin. U tikandek yolg'iz birla balam edi. Esib, nelarda tinab yurdigandir. Kimlarning qo'li qarab qolgandir. Buvay so'zlashdan to'xtab, qurib gaz bog'lab ketgan kalplarni tamshib qo'ydi. Uni ko'rolmaydigan bo'ldim. Siz xotirjam bo'ling tag'a, dedi Anjanboy buvayning ko'nglini yasab. Men bu go'rdan qutulib keta olsamda, o'g'lingizni cho'qim izlab topaman. Buvay bakmu holsiz edi. U daq yerga singan yirtiq mato chakmini ustida yotadi. Butun badani to'nirdek qizsiq edi. Kechqurun gundubaylar kirib, buvayni so'rab ilib chiqib ketdi. Kunlar o'taverdi. Anjanboy so'roqni qilinmadi. Buvayning taqdiri nima bo'lganligi Anjanboyga noma'lum edi. Buvay ta'riflab bergan Tavfiq apandi turma ichida ko'rinmaydi. Ovozimi anglanmaydi. Biroq Anjanboy o'z zotining tavarigini e'tiborlab ehtiyot bilan saqlab keldi. Ko'z kechsi edi. Tarix to'ng'idan chiqqan ses buz dimoqni yerivatgudek ichi turadi. Anjanboy go'rdak qorong'u kamerda turli o'y xiyollarga band bo'lib jimjit o'tiradi. Turma hovlisidagi gundupaylarning g'udonshigan ovozi uning xiyolini bo'ldi. Oyoq tovushlari barbara kuchaydi. Gundupaylar nimagadir aldirashmoqda edi. Anjanboy buvay aytib bergan hiliqi kamer eshigining ochilganligini anglab qoldi. Ular Tavfiq apandini nima qilishidikini birdanla kishanning sharaqlagan ovozi va gundupaylarning gursildab
Mang'an oyoq tevishi anglanib, bora-bora yiroqlashdi va turma hovlisi yana jimib qoldi. Anjanboy ishik tuviga kelib hovlini birdan tingshab turdi. Ondan ishik qanotini bir kuchapla oldiga tortib edi. Qurut yeb chirigan o'lgujak g'irsida qilib osonla ajrab ketdi. Anjanboy tevish chiqarmasdan sirtqa chiqdi. Tam yaqlab berib hojatxonaga o'zini otdi. Pang-pung qilib ikki pay o'q etildi. "To'xta, kimsan?" degan ovozlar anglandi. Qaysi bir kuzatchi og'zini buzib tilladi. Bir qancha saqchi vaqirganicha hojatxonaga besib kirdi. Miltiq zatvorlari sharaqlab, o'qlar etildi. Tog' shamollari. Kiyik go'shining mezilik purg'i so'g'oq va ochliqdan yerib charchagan yigitlarning dimoqlariga o'rilib, eg'izlariga siriq suv keltiradi. Ayol o'tmay uy egisi Xolbek to'g'roq yog'ochidan yasalgan keng girbaklik tovoqlarda bo'sh keltirdi. Yigitlar qirg'iz odati bo'yicha tuzut qilishmayla go'shga qo'l uzatishdi. "Heliqi kuni meni etib bo'lsam", dedi Anjanboy Xolbekka qarab. "Menga o'xshash sargardonning qo'sig'ini beqishdan qutulgan bo'latdim. Uni birdima", dedi Xolbek kulib. "Bu olamda yeydigan rizqing tugmagan ekan, Xudo bir saqildida." Jumaboy "Nima ish?" deganda Anjanboyga qaradi. "Bu ishni mendan so'ra." Xolbek go'sht parchalatib bo'lgan voqeani so'zlab berdi. "Kuz kunlarining birida atigandan kechgacha yo'l yurib, birmi ov uchirtolmadim. Bir necha yerga qurib qo'ygan qopqonlarimni yo'qladim. Hech nima tushmabdi. Quruq qo'l qaytishga ko'nglim unmadi. To'qayliqda birdam aylanib yurgandan keyin bir tashning kayniga mo'kinib kiyiklar iz silib o'tgan jirani paylab yotdim. Birdala yiroqdan bir narsaning midirlayotganligini ko'rib, darhol bardangini to'g'rildim. Midirlayotgan narsa barg'ansir aniq ko'rinishga boshladi. Ajiling to'shmagan bo'lsa, mundaq kechda menga uchramsang, dedimda qo'limni tepkiga uzatdim. Lekin etishga to'g'ri kelmadi. Chunki midirlayotgan narsa barg'ansir yiqilib odam qiyofatida ko'rindi. Qarsam bir odam oldim kelib, "Adash, menga Shidashangning o'qlari tegmagan." Shidashang Gomindang sheriklari ishlatgan miltiqning nomi. Gomindangning o'qlari tegmagan yerda sening paxtavallaringning o'qi nimaga dal bo'ladi? Bugun men sana terik ov, xohlasang uyingga ilib ket, dedi. Yaroqni tashladimda o'rnimdan turib oldiga bordim. Salom qildim. O'zira aytdim. Ismi zotini so'radim. "Anjanboyman", dedi. Bu ism menga tanishliq edi. Shunga yiroq yerdagi tuqqunimni ko'rgandek bo'ldim. Qaytadan quchoqlashib ketdim. Shuningdan buyon akufga bo'lib o'tyapmiz. Ba'zida bu do'stimning nerda turganini, nega mang'inni bilgilimi bo'lmaydi. Qatrapda yurgan, endi qarsam ishning yo'g'ini chiqardi. Zolimlardan o'ch olman deydi. Xolbekning hikoyasi tugishiga Qodirxon kirib keldi. "Uchirik bilan 11 ta o'tib ketdi. Yana tug'isimi bor?" dedi Qodirxon Anjanboyga qarab. "Qara ko'rikning oyog'idagi tosh tamga tushdi. Avval qo'sig'ini to'yg'az, ukam", dedi Anjanboy qo'lini surtib turib. "Qarang'i tushishini kutaylik." Qodirxon o'choq oldida o'tqa qaplang'ich o'tirib so'lgan go'shtni mazza qilib yedi. "To'gilarga yaroq ortilgan bo'lishi mumkin." Anjanboy o'z qiyosini aytdi. "Bo'lmasa chiriklar billa chiqmaydi. Lekin ular usulgan taqdirdimi jazman qurolliq kuzatchi o'rlashtirdi. Bizda xanjardan boshqa yaroq yo'q. Har ishni vaqtida ko'ramiz. Boshqa kelganda batur debdikan. Bu bir fursat. Qo'ldan ketsa ming qatim pushaymon qilganimiz bekor." Anjanboyning so'zlariga hammaydan qoyil bo'lib bosh lang'ishtishdi. Yigitlar uydan chiqqanda vaqt ig'ir yotqudan o'tgan edi. So'g'oq shamol yuzlarga sanchilatdi. Daryo suvi tinmay gurildaydi. Anjanboy amronlarini boshlab egizpas tashliq yo'lda kelmoqda. Ular bir haza mang'andan keyin tog' bilidan yuqoriga qarab so'zilgan yolg'iz oyoq yo'lga chiqishdi. Osmon tutuq bo'lib, yulduzlar sus jimirlab turadi. "Oldimizda bir agim do'qmush bor", dedi Qodirxon to'xtab keyniga burilib. "Uningdan o'tsak, o'ng tarafda o'yman joy bor. To'gilar shu o'ymanga cho'ktirilgan." Yigitlar Qodirxonga agishib ko'zlagan manzilga yetib kelishdi. O'ymandan to'gilarning ko'shigan, pushqurgan ovozi anglanib turadi. Anjanboy yigitlarni go'mirilib tushgan cho'ng qo'ram toshning orqasiga yo'qtirib, o'zi yolg'iz to'gilar cho'ktirilgan tarafga qarab ketdi. To'gilar birer shapani sezgandek
Quloqlarini shingtaytib, ha deb purqishatdi. Tosh tam oldida bir odam miltig'ini qo'ltig'iga qistirib, qo'llarini qo'shtirgan holda minib yuratdi. Anjanboy yer big'irlab ketib, oldi tarafga sinchilab qaradi. Tögichi tögilarining o'rtasida o'ltiratdi. Anjanboy tögichining orqa tarafiga o'tib, o'milginicha tögilarga yaqinlashdi. Tögichi mugdab qolganmi, ish qilib hech nimani sezmay o'ltiraverdi. Anjanboy tögilarning orasidan o'tib, bir qo'lida tögichining gilidan bo'g'ib, bir qo'lida uning og'iz burnini ching tutib oldi. Ovozingni chiqarma. Tögichi sal-pal qimirladi-yu, lekin zuban suralmay qoldi. U tuyuqsiz yuz bergan bu hodisdan o'diqib, nima qilarini bilmay qolgan edi. İtlarga xizmat qilishni xohladingmi, ahmaq? Anjanboy tögichidan javob olish uchun uning og'zidan qo'lini bo'shatdi. Yo'q, xohlamayman, lekin majburlashdi. Anjanboy yana tögichining og'zini mahkam tutib turib dedi. Agar shap chiqirdan bo'lsang, jiningni olaman. Anjanboy qo'lini sal bo'shatdi. Tögichi cho'nqur bir tinilib javob berdi. Men bulardan qutulolmay yurman. Sizlar meni. Anjanboy tögichining oxirgi so'zini anglab o'ylanib qoldi. Bunu gomindangchilar tarafidan majburiy tutilganlarning birisi ekanda. Anjanboy endi tögichining og'zidan qo'lini ajratib, gap so'rashga boshladi. Isming nima? Nasriddin. Nima? Nasriddin dedingmi? Anjanboy hayron qoldi. Naliksan? Bashkiramlik. Tonish ismini anglab, Anjanboyning ko'ngli joyiga tushdi. Tögichining qo'lini tutib turib shivirildi. Dal men izlab yurgan odam ekansan. Dadang men bilan turmada birga yotgan edi. Dadang seni izlab tepishini vasiyat qilgan edi. Mana oxiri tepib oldim. Ittifoqa yuklarning orasida yarog' bormi? Bor. 4 to'gga yarog' ortilgan, qolganlar ochliq. Ah, yarog'. 4 to'gga ortilgan yarog'. Anjanboy hayajonlanib ketdi. Yuragi tipchakildi. 4 to'gga yuk bo'lg'idek yarog' degan oz gapmi? U ilgari shundoq faraz qilgan edi. Endi uning rostilla yarog' ekanligini bilganida xushallikdan jini ichiga patmayla qoldi. Sizlar kim bo'lsizlar? Nasriddin texmo hayronlik va ta'jjublanish ichida so'rdi. Sizlar bilib demay, sen dava, men Anjanboy bo'lman. Ha, Anjanboy, men sizning nomlaringizni ko'p anglagan. Dadam qandoq bo'ldi? Hozir hayotmi? Bilmayman. Anjanboy töga lokalarining ustidan tosh tam tarafga bo'ynini suzib, qarab deb javob berdi. Hozir muğuşdan vaqt emas. Biz avlarni joylig'iga keldik. Sen menga yordamlash. Nasriddin qilcha ikkilanmasdan Anjanboyning so'ziga qo'shildi. Ikkalan pichirlashib maslahatlashib olgandan keyin Nasriddin oldin minib kuzatchi chirik tarafga ketdi. Kuzatchi o'ziga qarab kelayotgan tögichini ko'rib, miltig'ini ko'tardi. To'xta! Nasriddin to'xtadi. Nima ish qilmoqchisan? Mo'xurkan bo'lsa bir o'ram bersang, bakchakkum kelyotidi. Kuzatchi chirik miltig'ini pastga tushirib yonchug'ini aqtirishga boshladi. Dal shu chog'da orqa tarafdan yetib kelgan Anjanboy chirikning gilidan kap qilib tutdi va beqiniga xanjar urdi. Nasriddin tezlik bilan uning miltig'ini ilib, ishtigini kuzatchi chirikning qo'rsig'iga udullab tiqdi. Chirik vaqtashqimi ulgurolmay yerga yiqildi. Anjanboy xanjarini chirikning jo'g'isiga surtdi-da, amralari tarafga qarab past ovozda bo'rini do'rab bo'g'ildi. Shu hamon yaqinlar yerdan yigitlarning qarsi ko'rindi. Hammalar yetib kelgandan keyin Anjanboy ularni tosh tam oldiga boshlab bordi va ichkariga quloq soldi. Tam ichidan xurak ovozdan boshqa tevish anglanmadi. Anjanboy qo'li bilan ishora qildi. Yigitlar ko'zni yumib ochqicha tosh tam ichiga bostirib kirdi. Anjanboy kuzatchi chirikdan o'lja olgan miltig'ini chetda yotgan chirikka to'g'rilab turib, ishga urdi. Yigitlarning qo'lidagi xanjar pichoqlarmi harakatga keldi. Ishga xanjarlarning guch-guch qilib urilishlari bilan xiyqirgan ovozlar birlashib ketdi. 1945-yili bahor. O'ytog' tog' tizmalarining ustini qalin qor cho'nkab tursimi, past yon bag'irlarda kichik taramlarni hosil qilib oqqan qor suvlari yeshillikqa qarab o'zgarayotgan yayloqlarni sug'ormoqda edi. Qishicha suvi tortilib ketgan gaz daryoning do'g'latqalari suvlari muz parchalarini oqqizatdi. To'pilik jirolardan kelgan shamol daryo sohiliga kelganda qum bo'roniga aylanadi. Bo'ron pasayganda osmon betida sur rang bulutlar paydo bo'lib, dam o'rlaydi, dam yeyiladi.
Taң səhərdə boşluqni qaplab turgan aq tuman shamol bo'ronlarga hamroh bo'lib, yeza qishloqlarga uchib boradi. Kunlar o'tmoqda. Anjanbayning yigitlari 15 ga yetdi. Yenidan qo'shilganlarga qurol tarqatib berildi. Qolgan 30 tal miltiq, 8 tapancha va 4 yeshik o'q-dora To'qayning janubidagi bir o'nkirga yo'chirib qo'yildi. To'galar qirg'izlarga beritildi. Anjanbay Atirdini boshlab Bo'stontirak, Aqtash yayloqlarini besib o'tib, Opalning yuqorisidagi qo'mishliqqa keldi va shu yerda makon tutdi. Bir kuni Anjanbay yigitlar bilan billa teriq talqinini so'g'oq suvga chilib ichib etib, Tavfiq apandi to'g'risida so'zlab berdi. Oxirida o'zimdan buyon e'tiborlab saqlagan lata tugunchakni chiqarib ochdi. İçidan tüklangan qog'ozlarni oldi. Yigitlarga ko'rsatdi. Biroq hammaylar turlishib ketgan saman qog'ozlarga talmurib turib qoldi. Hech qaysinglar o'qolmamsizlar? Anjanbay yigitlariga bir-birlab sapsilib chiqdi. Nasriddin hammaylarni hijillikdan qutqizdi. U Anjanbayning qo'lidan qog'ozlarni pam bilan oldi. Bir g'azo sinchilab qaradi. Uning chiroyida jiddiylik aks etdi. Hammasi bit ekan, dedi u oxiri. O'qisangchu, nimali bo'lsa bir anglayli. Yigitlar taqozo bo'lishib Nasriddinni oldiratdi. Nasriddin birinchi qog'ozdagi nazmini hajlab o'qidi. Sen uchun ey xalqimiz, bo'lsin fido bu jonimiz. Yigitlar Nasriddinning atrofiga texmu yaqin kelib o'ltirishdi. Nasriddin ovozga jiddiy tus berishga tirishib, imir-chimir xatlarni hajlab o'qishni davomlashtirdi. U ikkinchi qog'ozdagi munu misralarni texmu yuqori ovoz bilan o'qidi. Sun amdi zulmat, zulm istibdod. Shum taqdirdan qara kundin bol azod. Yigitlarning vujudini hayajon qoplab oldi. Ular bir-biriga ma'nilik qarashib, nazmidagi mardona, yolqinliq so'zlarning dal o'zlarining orzusi ekanligini bildirishdi. Ular texmu ruhlanib Nasriddinning qo'lidagi qog'ozlarga talmurishdi. Nasriddin yana bir qog'ozni ochdi. Qog'ozning bosh qismidagi qurlar butunlay o'chib ketgan bo'lib, faqat eng oxirgi bir misra g'uva ko'rinib turadi. Nasriddin bir muncha sinchilab qaragandan keyin unlik o'qib berdi. Qo'limizga miltiq ilib etildi. Yigitlar Nasriddinning qo'lidagi qog'ozlarni qo'ldan qo'lga ilishib ko'rishdi. Garchi ular o'qiy olmasmi, qog'ozdagi nazmlarni intayin aniq ko'rayotgandek his qilishdi. Biz qo'limizga miltiq oldik, dedi Anjanbay titrak ovozda. Amdi zolimlarga bozak bo'lmaymiz. Konalarda yetib qolgacha etib qol degan tamsil bor. O'lsakmi etib o'limiz. Anjanbayning kishiga g'ayrat bag'ishlaydigan o'tkir fikrlari yosh yigitlarning erkinlikka, ozodlikqa talpinib turgan qalbiga o'chmas tamg'a bo'lib uyuldi. Bahar quyoshi yer zaminni barg'ansiri qizitmoqda edi. Qo'mishlar odam bo'yi o'sib, butun jangallikni qopladi. Pastda Opalning yuk baraqsan teraklari qarayib ko'rinadi. Baqibay o'z o'g'illarining nalarda nima qilayotganligidan xabarsiz bo'lsa-mu, ularning yurt sha'niga dog' tushiradigan eski ishlarni qilmaydiganlarga ishonadi. U o'g'illari to'g'riliq so'raganlarga Anjanbay ilmi sulahda Jumabay bilan Qodirxon tijorat qilyotdi deb javob beradi. Baqibay oilasi Opaldagi ko'pchilik yo'qsullarga o'xshashlar namrat edi. Kuchuk o'ydidan ayrilib, qirilib yetib, mukchiyib qolgan buvay o'g'illarining yo'qligidan etil eriq ishlarining va'dasidan chiqolmay, tuzukroq hosilni ololmadi. Ochliq, yalang'ochlik uning oilasiga dahshat soladi. Ammo zulmning dardini yetkicha tortib, beshi pishqan qiri dehqon hammaga bardoshlik beradi, sabr toqat qiladi. Sahar, kech o'qigan namozlarida o'g'illarining har qachon salomat bo'lishini, balo qazoga uchirmasligini tilab duo qiladi. Bugun Baqibay xutdan namoziga o'ltirganicha o'rnidan turmadi. Namozni o'qib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u titilib ketgan kigiz joy namozda mukchiyib o'ltirib uzoq qiroat qildi. Ondan o'zi bilgan va doim o'qishga odatlanib ketgan oyat durutlarini takrorlashga kirishdi. "Bero eshikni urvatdi", dedi to'xta oyim sopol chiroqning piligini chiqarib o'tib. "Bu kechida kelgan kimdir?" Baqibay durib o'qishni to'xtatib ayoliga eshikni ichishni ishorat qildi. To'xta oyim aytal kursini o'qiganicha ikki tarafiga sut go'shlab berib eshikni ochdi. "Ana,
Balam, ana bala bosoğudalar kucaklaştı. Baqıbaymı hasını tokuzup oylağa çıktı. Kadirxan balam, yürügi sığınış oti bilen örtlengen boğay, oğulunu köksüge besip menazirge söyledi. Toqta ayım işikni taqıdı. Ata bala öyge kirişti. Men aldıraş geldim. Kadirxan akalarının salamet ekanligini aytqandan keyin kelish maqsadiga köçtü. Opalda nemişler bolatıdı. Sizler nima aldыңlar? Nima gördüңlar? Ah Xuda, toqta ayım çay tayyorlayıp nala qildi. Endi kilsanu bizni qandaq turduңlar demesden yurtna ahval sorap ketkinini qara. Elni oğlu şundaq qılıdı, dedi Baqıbay maqullar. Baqıbayning so'zi bilan toqta ayım jim bo'ldi. Baqıbay Qadirxonning texi balalık hislari chaqnab turgan sho'x ko'zlariga qarab o'tirib so'zlashga boshladi. Anjanbay Juma akam bilan sizni agashtirib chiqib ketgan kunning ertasi Begning xaminiga o't qo'yilganligi to'g'risida xabar butun yurtga taraldi. Keyin anglsam, sizlarning qilgan ishinglar ekan. Aslida Beg bundoq zo'r chiqim uchun mendan qattiq o'ch oladi. Lekin sizlarning yana qaytib kelib, o'ziga texmi cho'ng talafat yetkazishinglardan ansirab jim bo'ldi. U anchik ish. Qadirxon mag'rur qiyofatda dadsiga qaradi. Hozir boshqacha ish tutyapmiz. Odamlarimiz ko'paydi. Yaraq joptuq deganlarning no'tis qo'limizda. Bag deganlarning tomirini seqirtadigan chaqlar kelib qoldi. Qara ko'rikda yo'qolgan qurollar yecheri ketmabdi-da. Belli o'g'illarim, o'g'il balalar ish qilibsizlar. Baqıbay o'g'illarining cho'ng yuraklik bilan qilgan ishidan mamnun bo'ldi. To'xta ayım çay ilib keldi. Baqıbay çay ichgach bu yerdagi ahvollarni so'zlab berdi. Askarlarning o'ltirilib, yaraqlarning yo'qolganligini bilgandan keyin go'midanchilar Qashqar, Yengishahardin tartib Toshqo'rg'ongacha qatirab hamma yerni qizibatdi. Uylarni aqtirdi. Oxiri bu ishmo tinjib qoldi. Amdik ahvolga kelsak, butun Opalda Aysa Lanjang chiqibdi degan gap tarqalib ketdi. Anglashimcha Aysa Lanjang Toshmiliq lang'izini saqlab yotgan Xualanjang bilan birlashgudek. Yana texi ular Toshmiliq, Opal, Chamariqlardan askarlikka odam tutqudek. Tongga yaqin Qadirxon uydan uzoq chiqdi. Baqıbay bilan to'xta ayım ishik oldida bolalarga omonlik tilab duo qilishdi. Biz kutgan payt keldi, dedi Anjanbay Qadirxon ilib kelgan xabarlarni anglab bo'lgandan keyin ko'pchilikka qarab. Toshmiliq lang'izdagi chiriklarning ko'payishi yurtdan askar ilish ishi biror cho'ng voqeaning sodir bo'lishidan darak berdi. Biz endi qo'mishga yetavermaymiz. Anjanbay sal o'ylanib olgandan keyin mundaq dedi. Men Opalga tushiman. Sizlar Nasriddinning boshchiligida taq chiqib, iliqi yaraqlarni taqilinglar. Yolg'iz borma, deyishdi ko'pchilik bir ig'izdan. Birarsimiz hamroh bo'layli. Yo'q, men u yerdagi ishlarni dadam orqali jundayman. Sizlar xotirjam bo'linglar. Nada uchrashimiz? Dedi Nasriddin. Chashtog'ning kunga tarafdagi jilg'ida ujumlar may bog'lab pishgan. Maysam urukning oldi bozorga kirgan chog'ida Hazrati Mullamda sayli qizib ketdi. Qadimdan tartib odatga aylanib ketgan bu an'anaviy sayliga bu yil yolg'iz opalliqlarla emas, hatto Qashqar, To'qizoq, Aqto'q qatorliq yurt shaharlardanmi to'p kishilar kelib qatnashgan edi. Baqıbay chilam yog'ichidan yasalgan to'q qizil ranglik agri hassiga tayinib, mahalla, uyma-uy aylanib chiqdi. Sayli so'rinlarga arilib kirdi. Aysa Lanjang bilan Opal begi tarafidan askarlikka tizimlangan yoshlar va ularning ota-onalari bilan uchrashdi. Ularning ba'zilari Baqıbayning so'zlariga toza ishonch qilolmay tengirqidi, ikkilandi. Qandaqla bo'lmasin, Baqıbayning yoshirin ilib borgan targ'ibotlari unum bergan edi. Yoshlarning ko'pchiligi va'da qilishdi. Baqıbay bu ishlarni shundoq maxfiy va aqchillik bilan jo'dadiki, Aysa Lanjang daftarga tizimlanganlardan 50 necha kishining izlarini ololmay bir hafta avara bo'ldi. Bu ishning shapsi sizlib qolsa, bizni tinch qo'ymaydi, dedi Baqıbay ayolga. Balalarni yeniga chiqib ketaylik. Hech bo'lmasa ularga choy qaynatib berishga yarab qolarmiz. Shu kechada Baqıbay safar xorjinini do'lsiga ortib, to'xta ayim bilan billa o'rtaq tarafga yo'l oldi. G'urg'ur shamol tog' tarafdan ziriqning xushbo'y hidini ilib keladi. Yayloqlar yeshillikqa purkangan, jiralar orasida o'sgan tog' kakrisi va chakandining
inchga yumran shoxlari shamolda ig'onglaydi. Tog' bellarida gunga tumanlar uzib yuratdi. Gaz daryosining tog' bag'rini bo'ylab ketgan ilon bag'ri yo'li xuddi bir tal yipqa o'xshash egizlikka qarab so'zilgan edi. O'ytog' eg'izining oxirgi quyrug'ida daryo kichigi orqali Toshmiq bilan Chamiriqqa ayriladigan kam ochiqchilik soy yeyilib yotadi. Xalbek qora ko'rikning so'l tarafidagi egizlikda turib, pastga diqqat bilan nazar solmoqda. Tog' yo'lida Toshqo'rg'on, Subash qatorliq joylardagi to'qinishda yengilib chekingan go'mindonchilar qistilishib, toshlarga putlashib, yiqilib qopib kelishmoqda edi. Ularning otliqlari piyodalarni qamchilab yo'l berishga majbur qiladi. Bir-birining oldiga o'tib ketishga harakat qiladi. Piyodalarning ba'zilari miltiqlarini toshlarga terab qo'yib, ko'zdan g'oyib bo'lishadi. Ular go'yo bo'rdan hurkigan podidaga o'xshash qo'rqinch vahima ichida o'ytog' eg'iziga qarab silishadi. Xalbek bu manzaraga bir g'aza qarab turdi. Barmoqlarini bir-birlab pukib ichib nurg'un qanaqlarni ko'ngliga pukdida kayniga yinib etiga qamchi soldi. Anjamboy Xalbek yetkazgan ma'lumotlarga asosan yigitlarni bir necha guruhlarga bo'lib jangga hozirladi. Hammalar belgilangan o'rinlarda puxta tayyorlik qilib qo'ydi. Besaramjonlik ichida aldirab kelayotgan go'mindonchilarning bir qismi udul minib Chamiriq tarafga yo'l oldi. Bir qismi Toshmiq tarafga burilib, daryoning yeyilib oqqan joyidan kechib o'tishdi. Bular udul berib Aysa Lanjang bilan Xua Lanjangning qismlariga qo'shiladi. Dushmanning yerimi o'tib ketdi. Qolganlari piyoda bo'lib yerib ketganlikdan asta minishib Anjamboy atrofida o'rinlashgan tik tog'ning tuyiga kelishdi. Tunji o'q ovozi tog' ustida haybat bilan yangradi. Butun atrof dushmanga shiddat bilan o't ochdi. Dushmanlar titrashga boshladi. Ba'zilari tosh kayniga, ba'zilari cho'nqur azg'allarga yukishdi. Ba'zilari beshi qaygan tarafga qochdi. Dushmanlar qaymoqib tog' ustiga nishonsiz o'q uzatdi. Bu qitimqi jangda dushmanlarning yarmidan ko'pragi halok bo'ldi. Oz qismi qochib ketdi. Chiqimsiz g'albidan cheksiz shotlangan Nasriddin, Jumaboy, Xalbeklar Anjamboyni qo'lma-qo'l ko'tarib yuqoriga etib, tunji qitimliq utuqlarga tantana qilishdi. Tog' ustida xili uzungacha qizg'in cho'qon besilmadi. Polkovnik atrofi qatma-qat tog'lar bilan o'ralgan tabiiy qo'rg'on o'ytog' jilg'isi yeshillikqa purkangan edi. Ürük, şaptul, üzme daraxtlari ortida ancha-muncha tam uylarmi ko'rinib turadi. Jilg'ining qaq o'ttirsini bir kichik daryo kesib o'tadi. Jilg'ining yuqorisidagi ot o'ynoq yayliqini qorshab turgan jiralardan sirg'ib oqqan taram-taram qor suvlari mushu kichik daryoga yig'ilib, yiqib oxiri Gaz daryosiga qo'shilib ketadi. Daryoning janubiy qirg'og'ida loy kesaklardan qo'pirilgan qadimiy qora bor edi. Go'mindonchilar mag'lub bo'lib qochgandan keyin bu qora o'ytog' oldingi hisob qo'mondonlik shtabi bo'lib xizmat qilyotdi. Nasriddin bilan Qodirxonning hamrohligida otliq yetib kelgan Anjamboy qora oldida to'xtadi. Salom. Qora oldida turgan Qosim Tosh bilan Abdumlik o'ng qo'llarini cheksiga ko'tarib Anjamboyning salimiga javob qaytargandan keyin qo'l ilishib ko'rishdi. Bu kishi o'ytog' shtabimizning maslahatchisi, dedi Qosim Qosh Abdumilikni ko'rsatib. Ismi Abdumilik. Anjamboy qora soqolli 40 yoshlar chamisidagi sog'lom, qovuq kishining qo'lini qaytadan siqdi. Ular shtabga kirganda shtab boshlig'i Ayniddin xat yozib o'tirardi. Qosim Qosh Ayniddin bilan Anjamboyni o'zaro tunishtirdi. Anjamboy va uning muhofizachilari tagaga silingan kigiz ustida badashqon qurib o'tirishdi. Ayniddin Anjamboydan yigitlarining ahvolini so'radi. O'ytog' eg'izidagi urushning tafsilotini berilib angladi. Oxirida bu qitimqi jangda g'alabaga erishgan tog' azimatlarini alohida tilga ilib maqtadi. Haqiqatan yaxshi jang qildinglar, dedi Abdumlik so'z qistirib. Sizlarning qora ko'rik atrofida Go'mindonning qurol yuklangan to'gilarini qo'lga tushirganliginglar haqidagi xabarni biz burunla anglagan edik. Bu qitim qaçqan düşmanlarga to'siq zarba berishda toza botirlik ko'rsatdinglar. Azmatlaringiz nihoyatda qobil ekan. Shuningdan keyin shtab boshlig'i Ayniddin shira ustidagi qora
qizil siziqlar bilan to'lib ketgan oddiy harbiy xaritani ichib, Toshqo'rg'on, O'ytog' rayonlaridagi inqilobning vazifa nishonlari ustida to'xtaldi. Hozir zarba yeb chekingan Go'mindan askarlari Toshmiliq lang'zidagi Xualanjang, Aysa Lanjang deganlarning qismlariga berib qo'shildi. Undan boshqa Yengishahar harbiy siling bo'lsimi Toshmiliq lang'ziga yana bir bo'lak askarlarini yo'tkab chiqdi. Hozir Chashtog'ning janubi bilan Toshmiliq lang'zidagi Go'mindanchilarning soni 1500 dan ortiq. Ular kuchini to'plab bizning ishg'oliyatimizdagi Toshqo'rg'on, Suvbosh, Mux, Bo'linko'l va O'ytog' rayonlarini tartib olish uchun tayyorlik ko'ryapti. Ularning To'qizoq, Bo'stonterak, Oqtosh, Ulug'cha taraflaridami harbiy kuchi xilli zo'r. Polkovnik Qosim Qosh mana mushu taraflarda harakat qiladi. Sizning vazifangiz, dedi shtab boshlig'i Anjanboyga qarab. Avval Chashtog'dagi dushmanlarni o'zil-kesil tozalab, Toshmiliq lang'zini ishg'ol qilib, asosiy qismlarimizning Qashqarga qarab o'ngishli ilgirilishi uchun yo'l etishda iborat. Zo'rur tepilganda Qosim Qosh sizga yordam berdi. Jang vazifalarini g'albilik o'rinlash uchun atirtingizdagi yigitlarni yaxshi safarbar qilish bilan birlikda yana ta'sir doirangizni kengaytirishingiz lozim. Anjanboy shtabdan ruhlangan holda uzoq chiqdi. U shtab qurasining darvozasi oldida boshliqlar bilan qizg'in qo'l ilishib xo'shlashdi. U Nasriddinning qo'lidan ot chulvirni ilayotganda Qosim Qosh Anjanboyning mazmut kuchlik bastiga zo'qilib qarab mundoq dedi. Go'mindanning Yengishahar harbiy siling bo'lsi sizni tutib berganlarga 10 jing nesha 100 tar oltin mukofot bermoqchi bo'pti. Bu vaqtdagi ilonlarni ko'ch-ko'chiga chopildi. Taqas bo'ling. Anjanboy harbiy ustab bo'yicha hammalarga chasbir hurmat bildirgandan keyin itiga mindi. Anjanboy o'z qarorgohiga yetib kelgandan keyin atrofni yig'ib hozirgi jang vazifasi to'g'risida qisqacha tushuncha berdi va yigitlarga tayyorlik qilishni buyurib, Xalbekni yiniga chaqirdi. Tog' yo'llarini sen yaxshi bilasan. Yigitlaringdan 4-5 ni elib, Chashtog'ning orqa tarafidagi yer tuzilishini tekshirib kel. Anjanboy Xalbekni yo'lga siletib, atrof o'rlashgan gama okoplarga kirib yigitlarni bu qitimqi jangni yaxshi qilish haqida rag'batlantirdi. Chashtog' O'ytog' ig'izidagi to'pliklardan boshlanib, janub tarafga so'zilib ketgan siriq to'pliq do'ngliklardan iborat edi. Uning oxiri bepoyon toshliq soy bo'lib, bir tarafi Toshmiliq lang'ziga tutishatdi. Go'mindanchilar O'ytog' inqiloblarini to'sish uchun bu aplik joyni tanlab olgan edi. Ular Chashtog'ni bo'ylatib, cho'nqur okoplarni qazdi, gamilarni ko'ladi, tosh istehkomlarni yasadi. Chashtog'ning oldi tarafi ochiq soy bo'lib, keyingi tarafini qatma-qat tog' o'rab turadi. Tog' tarafdan xavf yetishni xayoliga keltirib boqmagan dushman miltiqlarining uchini soy tarafga to'g'rilab qo'ygan edi. Osmonni qorong'ulik qoplagan chog'da Xalbek hamrohlarini agashtirib qaytib keldi. Xalbekning ma'lumotidan qaraganda, Chashtog'dagi go'mindanchilarning soni taxminan 250 dan ortiq bo'lib, kichik tipdagi 2 dona pulemyotdan boshqa hammasida odatdagi bir atar miltiq bilan payniga qatlangan kona avtomatlar bor ekan. Soy tarafdan hujum qilish mumkin emas, dedi Xalbek oxirida. Faqat orqa tarafdan kelish mumkin, lekin orqa taraf tik egizlik bo'lib, faqat bir tar qiyolik orqali dushman okobi tarafga chiqib bo'ldi. Ammo bu qiyolikdan to'plashib chiqmoqda. Anjanboy bir haza qapig'ini turib cho'nqur xiyolga cho'mdi. Akop qiyridagi kichikgina tizlanlikda uyan-buyan mandi. Uning aylangan teridan tikilgan qizg'ush rangli cho'riqi ostida ushoq toshlar shiriqlaydi. Faqat birla tar qiyolik orqali chiqib bo'ldi. Buncha ko'p odam u yerdan qanchalik vaqtda chiqib bo'lar? Anjanboy shu tariqada xili uzoq xiyol surgandan keyin beshini ko'tarib cho'nqur nafas oldi. Anjanboy chiroq yo'rg'ida qamchisining dastasi bilan yerga suzib, muhim nuqtalarga toshlardan belga suzib, Xalbek guruhining hujumga o'tish liniyasini ko'rsatib berdi. Tushundingmi? Undaq bo'lsa, hozir atlan. Biz yana bir osh pishimdan keyin yo'lga chiqamiz. Davomi bor.